Bir fakt, inson miyasi 86 milliard neyrondan iborat. 2 fakt, miya og'irligi atiga 1,4 lekin tana energiyasining 20 ini sarflaydi. 3 fakt, inson miyasi 1 sekundda 11 million bit ma'lumot qabul qiladi. 4 fakt, miya hech qachon to'liq dam olmaydi, uxlayotganda ham ishlaydi. 5 fakt, inson miyasi 25 yoshda to'liq yetiladi. 6 fakt, miya 75 suv, shuning uchun suv ichish muhim. 7 fakt, sevgan odamingizni ko'rganingizda miya 2 sekundda baxtli gormon ishlab chiqaradi. 8 fakt, miya elektr toki ishlab chiqaradi, 23 vatt. 9 fakt, inson miyasi o'limidan keyin ham 7 daqiqa faol ishlaydi. 10 fakt, miya og'riqni his qilmaydi, bosh og'rig'ini atrofidagi muskullar his qiladi. 11 fakt, inson har kuni 70 ta fikr ishlab chiqaradi. 12 fakt, miyaning 90 fikrlari kecha ham xuddi shunday bo'lgan. 13 fakt, inson miyasi dunyodagi eng murakkab tuzilma, hatto koinotdan ham murakkab. 14 fakt, miya yangi til o'rganganda hajmi kattaroq bo'ladi. 15 fakt, uxlayotganda miya kunning xotiralarini saqlaydi, xuddi kompyuter kabi. 16 fakt, inson miyasi musiqaga eng ko'p ta'sirchan organ. 17 fakt, qo'rqqanda miya 7 sekundda signal yuboradi. 18 fakt, miya bir vaqtda faqat bitta narsaga to'liq e'tibor bera oladi. 19 fakt, inson miyasi yolg'on gapirganda 5 ta turli hudud faollashadi. 20 fakt, kulish miyaga morfinga o'xshash modda ishlab chiqaradi. 21 fakt, miya uxlayotganda zaharli moddalarni tozalaydi. 22 fakt, inson miyasi 1 milliard videoni saqlashga yetarli hajmga ega. 23 fakt, chap miya mantiq, o'ng miya ijodkorlik uchun javobgar. 24 fakt, miya tana harorati 37,6 darajada eng yaxshi ishlaydi. 25 fakt, inson miyasi yangi odatni 21 kunda shakllantiradi. 26 fakt, miya qorong'ida ham ko'radi, xotira orqali. 27 fakt, inson miyasi boshqa odamning dardini his qiladi, mirror neurons tufayli. 28 fakt, miya stress paytida hajmi kichrayadi. 29 fakt, inson miyasi 5 yoshgacha eng tez rivojlanadi. 30 fakt, miya uxlash paytida yangi aloqalar o'rnatadi. 31 fakt, inson miyasi rang ko'radi, lekin ko'z emas, miya talqin qiladi. 32 fakt, miya ochlik va chanqoqlikni bir xil his qiladi, shuning uchun suv iching. 33 fakt, inson miyasi mushaklarni xayolda mashq qilganda ham rivojlantiradi. 34 fakt, miya yolg'izlikni jismoniy og'riq kabi his qiladi. 35 fakt, inson miyasi tabassum ko'rganda avtomatik baxtli bo'ladi. 36 fakt, miya bir kunda 48 soatlik xotira saqlaydi. 37 fakt, inson miyasi musiqa tinglayotganda butun hududi faollashadi. 38 fakt, miya yangi narsa o'rganganda dopamin ishlab chiqaradi. 39 fakt, inson miyasi 3 yoshgacha eng ko'p neyron bog'lanish hosil qiladi. 40 fakt, miya uxlamasdan 24 soat o'tsa, mast odamda ishlaydi. 41 fakt, inson miyasi ijobiy fikrlarda salbiyga qaraganda 3 barobar tez ishlaydi. 42 fakt, miya ovqat ko'rganida xuddi yeyotgandek faollashadi. 43 fakt, inson miyasi xavf sezganda amigdala degan qism 3 sekundda ishga tushadi. 44 fakt, miya bir umr o'zgarib boradi, bu neuroplasticity deyiladi. 45 fakt, inson miyasi sevgi paytida kokain o'xshash kimyoviy modda ishlab chiqaradi. 46 fakt, miya kitob o'qiganda film ko'rgandan ko'ra ko'proq faollashadi. 47 fakt, inson miyasi kulganda 15 ta muskul bir vaqtda ishlaydi. 48 fakt, miya to'liq uxlamasdan 11 kun yashab bo'ladi, lekin jiddiy zarar yetadi. 49 fakt, inson miyasi xotiralarni har safar eslayotganda qayta yozadi. 50 fakt, miya tashqi ovoz bo'lmasa o'zi ovoz yaratadi, shuning uchun jimlikda ovoz eshitiladi. 51 fakt, inson miyasi ertalab eng ijodkor bo'ladi. 52 fakt, miya yurish paytida eng yaxshi ishlaydi, shuning uchun yurish foydali. 53 fakt, inson miyasi boshqalarni kuzatib ham o'rganadi. 54 fakt, miya jismoniy va hissiy og'riqni bir xil qayta ishlaydi. 55 fakt, inson miyasi uxlayotganda muammolarni hal qiladi. 56 fakt, miya yangi til o'rganish bilan Altsgeymer kasalligini kechiktiradi.